ahli sunna val jamoa e'tiqod qilgan bir yurtda misol uchun amal qilib kelinayotgan uzoq yillardan beri bir yurtda emas, balki butun dunyoda bu amal qilib kelinayotgan aslida bu e'tiqod faqat O'zbekistondagi e'tiqod nazarda tutmaymiz. Hanafiy, Moturudiylik butun dunyoda necha yuz ming yillab davomida e'tiqod qilinib kelinayotgan, amal qilib kelinayotgan bu ta'limot, yo'l, mazhab hisoblanadi. Va mana shu mazhab bo'yicha demak e'tiqod qilishlari, amal qilishlari ularga tavsiya qilinadi va kerak bo'lsa dinlarini bir majburiyati deb qabul qilishlari kerak. Har xil misol uchun mazhabni inkor qiluvchi, Moturudiylikni yoki ashariy ta'limotini ham inkor qiluvchi insonlarning gapiga quloq solmaslik. Hattoki ba'zi yoshlar chiqyapti, Imom Moturidiy adashgan ekan. Ishonasizmi? Bunday haligi tuhmatona gaplar, jur'at bu, yuqoridagi jur'at bu yoshlarni hattoki bilmayman, shu beodobona qilib tarbiyalanish ta'siri deb aytamiz endi buni. Bu albatta dinlariga ta'sir qiladi, e'tiqodlariga ta'sir qiladi. Bir olimni orqasidan islom ummati tan olgan, o'zini imomi deb e'tirof qilgan insonga nisbatan adashgan ekan deyish, bu hech qaysi mantiqqa, mezonga to'g'ri kelmaydi.